Qashqarda davom qilayotgan Tojismon virusining oldingi kunda yangidan 22 kishiga yuqqanligi, buning bilan navbatda yuqumdorlar sonining 183 ga yetganligi, navbatdagi yuqum ahvolining tez kengayayotganligini ko'rsatmoqda ekan. 哈池地区全员核酸检测，除已报告的舒浦县183人呈阳性外，其余均为阴性。 Xitay hökumətinin Kani bolğan Xinhua agentligining 28 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, bu yuqumdorlarning hammasi Qashqar viloyatining Konishar nayisi tavasida ekan. Qashqardagi yuqum ahvoli va tekshirish xizmati haqida ko'plagan gumonliq savollar o'tirg'i qo'yilayotganda, Konishar nayiyasidagi qamal tadbirlari atrofdagi qo'shni yezlargacha umumlashgan. Jumladan virusning boshlangan nuqtasi deb qaralayotgan. Shunaqla ba'zi mutaxassislar majburiy emgak davom qilayotgan lager zavodlarining biri bo'lishi mumkin deb qarayotgan Zamin yezisi 3-kentdagi to'qimchilik zavodining taqib etilganligi Xitoy axborotlaridan keng yer olgan. Xitoy hukumatining turli xabarlarida ushtuntut bayqalgan virus yuqumi sababli kutilmagan qamal tadbirlari e'longanligi, buning bilan har qaysi oyliklarning uylariga qamalib qolganligi, shunaq bo'lsa-mu 24 soatlik qiziq liniya telefoni orqali bu kishilarni kundalik lozimatliklar bilan ta'minlashning muqim davom qilayotganligi aytilgan. 大家注意啊，那个米下乡的就是说镇长啊，就是因为我说了一个就是关在家里有没有吃有没有喝的这个问题，他说我是反动的，现在马上就要通知警方要来抓我。 Albuki muajiratga kuzatuvchilar ilgari Xitoy o'lkalarida va yaqinda Urumchida ijro qilingan qamal tadbirlarini misol qilish orqali navbatdagi qamal jarayonida shu joydagi yerlik aholining qanday mushkulotlarga duch kelayotganligini tasavvur qilish qiyin ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kunning o'zida butkul Xitoy bo'yicha 42 nafar yangi yuqumdor bayqalgan bo'lib, buning 22 nafari Qashqar Konishar nayisi ekan. Ammo Xitoy hukumatining bu xildagi ahvolda hech qachon haqiqiy sonni ma'lum qilmaydiganligi tufaylidan ko'p qism analizchilar bu sonning amaliyotda buningdan ko'p ekanligini olg'a surmoqda ekan.